Chingiz Aytmatov, Jamila asari. Bu asar muhabbat, erkinlik va qalb tanlovi haqidagi eng ta'sirli asarlardan biri. Asarda voqealar urush yillarida bo'lib o'tadi. Jamila turmush qurgan ayol, lekin uning qalbi boshqa inson Doniyorga tortadi. Doniyor jimjit, lekin juda chuqur hissiyotli inson. Uning qo'shiqlari Jamilaga haqiqiy muhabbatni anglatadi. Jamila esa jamiyat qoidalariga qarshi chiqib, o'z qalbini tanlaydi. Bu asar bizga shuni o'rgatadiki, inson baxtli bo'lish uchun yuragi aytgan yo'ldan borish kerak. Nega o'qish kerak? Chunki bu asar haqiqiy muhabbat nima ekanini, erkin tanlov qanday bo'lishini chuqur his qildirib beradi. Sizlarga ham Jamila asarini o'qishingizni tavsiya etamiz.